Demak, dastlabki texnikamiz ZIL 130 markadagi ushbu texnikamiz sotiladi. 1990-yil ishlab chiqarilgan ZIL motor, yaqinda remont qilingan, ballonlar o'rta holatda, gaz ballonlar 7 ta gaz balloni bor, hamma joyi yaxshi. Ramalari butun, kabina kuzovlar ham zo'r. Narxi $7500 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Ikkinchi texnikamiz ham Samasval ZIL 1988-yil ishlab chiqarilgan, kapital remontdan chiqqan, juda ham ko'p zapchastlari yangi qo'yilgan, hech qanday xarajat qolmagan, ishga tayyor holatda. Narxi $6500 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Samasval ZIL sotiladi. 1986-yilda ishlab chiqarilgan, 7 ta zavodskoy gaz ballonlari bor, ishga tayyor, rama kuzovlari ham, motor korobkalari ham yaxshi, hech qanday xarajat yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Samarqand viloyati, narxi esa $6000 aytilishi albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Gaz 53 avtomashinamiz sotiladi. Ishlab chiqarilgan yilini yozib yuborishmabdi, ammo holati yaxshi, ramalari butun, motor moy yemaydi, korobka soz holatda, shinalarning oldi yangi, orqasi 50% atrofida deb ma'lumot qoldirishgan. Metanga ruxsatlari bor. Manzil Samarqand viloyati, narxi 60 million so'm aytilishi albatta kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib texnika egalaridan batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Navbatda yana bir Gaz 53 avtomashinamiz sotiladi. 1984-yilda ishlab chiqarilgan, holat yaxshi, ishga tayyor holatda, xarajati yo'q deb ma'lumot qoldirishgan, hujjatlar ham bor. Narxi 80 million so'm aytilishi albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib texnika egalaridan batafsil va to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, navbatda yana bir Gaz 53 Samasval avtomashinamiz sotiladi. Holati yaxshi, motor yaqinda remontdan chiqqan, kamchilik yo'q, hujjatlar ham joyida, ishga tayyor holatda. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $8000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Samasval ZIL sotiladi. 1980-yil. Ushbu ZIL noldan terilgan deyapti. Hech qanday kamchiligi, xarajati yo'q, ishga tayyor holatda deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta batafsil ma'lumotlar qiziq bo'lsa, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Narxi $11000 aytilishi albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Sirdaryo viloyati. Navbatda esa ushbu Kamaz sotiladi. Holati zo'r. 1982-yilda ishlab chiqarilgan, hech qanday kamchilik yo'q, motor korobkalari yaxshi, rama kuzovlarida ham muammo yo'q, ishga tayyor. Bemalol barcha joyini tekshirib ko'rishingiz mumkin deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Toshkent viloyati. Narxi $6700 aytilishi kamaytirib beriladi. Navbatda yana bir Kamaz sotiladi. 2001-yilda ishlab chiqarilgan, ballonlari beskamerlik, metan o'rnatilgan, motor hadovoylari ham zo'r, ishga tayyor holatda, hujjatlari bor. Narxi $23000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Akalar, agar ushbu video sizlar uchun foydali bo'layotgan bo'lsa, videoga like tugmasini bosish orqali qilayotgan mehnatimizni baholab qo'ying. Biz esa navbatdagi texnikamiz yana bir Kamaz sotiladi. Holati yaxshi, 1988-yilda ishlab chiqarilgan, naqadu holatda, ishga tayyor. To'liq ma'lumotlarni albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib texnika egalaridan olishingiz mumkin. Narxi $12800 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent shahri. Navbatda esa Samasval Isuzu avtomashinamiz ham sotiladi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada, hech qanday xarajat yo'q, ishga tayyor, motor korobkalar ham zo'r. Olasiz, faqat minasiz deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $33000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Isuzu avtomashinamiz sotiladi. Ishlab chiqarilgan yili 2014 ga 2015 deb ma'lumot qoldirishgan. Motor pon remont qilingan, hech qanday xarajat yo'q. 6 ta ballonlari yangi, 400 talik metan ballonlari bor. Motor qo'yilgandan beri 100 000 yurdi xolos deyishyapti. Narxi $29000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyati. Bizda esa navbatda yana bir Samasval Isuzu ishlab chiqarilgan yilini yozib yuborishmabdi, ammo probeg 510 000 km yurgan deb ma'lumot qoldirishgan.
Ishga tayyor holatda ходовой korobka motorlar ham yaxshi holatda olasiz, faqat minasiz, hech qanday xarajat yo'q deyishyapti. Manzil Farg'ona viloyati, narxi esa 32 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatdagi texnikamiz esa furgon Isuzu sotiladi. 2013-yil ishlab chiqarilgan, yurib turgan texnika. Salonlari ponni shumka qilingan deyishyapti. Konditsionerlar ham bor. Motor korobkalari yaxshi, mashinaning hech qanday kamchiligi yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi 30 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatdagi Isuzu avtomashinamiz sotiladi. 2026-yil ishlab chiqarilgan, holati zo'r, hech qanday kamchiligi yo'q. Faqat minish kerak deyishyapti. Devorlarning qalinligi 8 sm-lik. Narxi 60 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda yana bir samosval Isuzu avtomashinamiz sotiladi. 2010-yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, avtobusdan yig'ilgan deyishyapti. Motor va moslari avtobusniki, razvedkalari ham qo'yilgan, holatda juda ham yaxshi deyishyapti. Narxi 23 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyati Qo'qon shahri. Gazel ishqibozlar uchun esa ushbu Gazel avtomashinamiz ham albatta sotiladi. 1998-yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, hech qanday xarajat yo'q. Motor korobkalar ham, ходовойlar ham yaxshi. Narxi esa 4500 dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Gazel avtomashinamiz sotiladi. 2013-yil ishlab chiqarilgan, bortning uzunligi 4,20 sm-lik. Injektor, motor, korobka, muz, ходовойlar ham zo'r holatda. 2 ta 50 talik metan gaz ballonlari bor. Narxi 130 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Gazel ekonom avtomashinamiz sotiladi. 2013-yil ishlab chiqarilgan, 520 lik deyishyapti. 53 ramaga yig'ilgan, sotka injektor, motor noldan yig'ilgan. Metanda harakat qiladi. Bitta 100 talik, 2 ta 50 talik metan gaz ballonlari bor. Korobkalar ham zo'r, hech qanday muammosi yo'q. Narxi 120 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyati. Navbatda yana bir Gazel avtomashinamiz sotiladi. 2012-yil ishlab chiqarilgan, pul zararligi uchun sotilmoqda. Holati yaxshi, 6 ta metan gaz ballonlari bor. Risollar ham usilit qilingan, hech qanday kamchilik yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi esa 11500 dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyati. Akalar, bugungi video roligimiz sizlar uchun foydali va qiziqarli o'tgan bo'lsa, albatta qilayotgan mehnatimizni videoga like tugmasini bosish orqali baholab ketishni albatta unutmang. Agar sizda ham sotadigan texnikalar bo'lsa, marhamat bizga Telegram orqali texnikangizni rasm va video va ma'lumotlarni yuboring. Bizning kanalda texnikalar reklamasi 100% bepul. Hozircha esa xayrlashamiz, salomat bo'ling.